Assalomu alaykum hammaga. Darvozachi.uz jamoasi navbatdagi yangi obyektimizga yetib kelganmiz. Biz hozirda Namangan viloyati Chust tumanidamiz. Ko'rib turganlaringdek, o'z davrini eng oldi va trendda bo'lgan darvozalari yillar o'tgani sari baribir vaqt o'z natijasini beryapti. Hozirgi zamon talablariga javob bermayapti. Shuning uchun shu darvozamizni ham yangi ko'rinishga keltirib beramiz. Mutlaqo yangi darvoza o'rnatib beramiz. Darvozachi.uz jamoasi navbatdagi ustanovkamizni tugatdik. Biz hozirda Namangan viloyati Chust shahridamiz. Bu obyektimizga ko'rib turganingizdek yangi fasondagi juda ham chiroyli, shohona hamda klassikani birga uyg'unlashtirilgan holatda kraskalarni ham to'q mokri anatomli holatda qilib ishlab berganmiz. Darvozamizning razmeri eniga 340, balandligi 290 holatda bo'lgan. Bu darvozamizning qanotlarining ochilishi bo'ladi. Nalichkalar bilan birgalikda eniga 420, balandligi esa 340 razmerda bo'lgan. Darvozamiz materiallariga to'xtaladigan bo'lsak, yo'llari aynan atrofi 10-13 stenali profilda, taglari 10 shiveler, listlari esa 1.8 2 qavat polностью утепленный variantda bo'lgan. Darvozamizning nalichka qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, nalichkamiz juda ham chiroyli va ko'rkam chiqish uchun maxsus apparatda chiqarilgan elementlardan foydalanganmiz hamda bu yeriga qalin listlardan listagip stanogida bukib tayyorlangan elementlarni qo'yganmiz. Bu yerda ko'rib turgan zinalarning hammasi qalin materiallardan ustalarimiz tomonidan qo'l mehnatida yasab chiqarilgan. Darvozamizga 2 qavat 1.8 list ishlatilgan. Ko'rib turgan hamma dekorativ elementlarning qo'l mehnatida darvozaning oldi tomonidan listiga ishlov berib bosilgan. Albatta bu darvozaning ko'rinishi o'zi qanaqa mehnat, qanaqa mashaqqat yotganini aytib turibdi. Sababi qo'l mehnatida yasalgan narsalar doimo o'z o'rniga ega bo'lgan. Agarda sizga ham xuddi shunday sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa, Darvozachi.uz profiliga va pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalari mutlaqo bepul holatda 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Ishingizni tez, sifatli hamda ishonchli qilib bitkazib beramiz.